Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi ishlarimizni bitirib o'rnatdik. Bu yerga romlarimizni Akfa Plus 6000 quvvat riodan tayinlaganmiz. Eshigini alyumin profildan qildik. Razmerlariga keladigan bo'lsak, romlarimiz enlari 1.60, bo'ylari 1.65 dan bo'lgan. Ustullarini doimgidek alikafonda o'rab berdik. Xo'p, oynalarimiz oddiy oq oyna bo'lgan, 2 qavat. Klientimiz oq oyna qilib bering dedi. Ichkarilari yorug'roq bo'ladi. Romlaridan bittadan ochilgan. Eshiklarimiz taglari alikafon bo'ldi. Ruchkalarimiz ham turetskiy ruchka bo'lgan. Ochilib yopilishlari ham xudo xolasa chiroyli bo'ldi mana. Eshigimiz razmeri 1.60 bo'lgan, eni bo'ylari 2.50. Eni kattaroq bo'lganligi uchun mana balkon profildan tayyorladik. Xudo xolasa chiroyli chiqdi. Padagonnilar qo'yildi mana. Choksiz qo'yib, bitta butun qo'yib berdik. 25 lik padagonni bo'ldi. Romlarimiz ruchkalari ham rotto ruchkalardan bo'lgan mana. Ochilishlari ham xudo xolasa zo'r bo'ldi mana. Hop, bu yerda bitta mana romimizni slotni qilib berganmiz. Fortishka hisobida. Narxlariga keladigan bo'lsak, hurmatli klientlarimiz, romlarimiz 1 kvadrat 60 dollardan bo'ldi. Petlalarni ham mana 3 tadan qo'yib qo'yganmiz, bo'yi baland bo'lganligi uchun. Hurmatli kuzatuvchilar, bu joyimiz jami 7 metr. Summasiga keladigan bo'lsak, 9,5 millionga bitdi. O'rnatib berish hamma yo'q ichida bo'lgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Biz nomerlarimiz 90 170 82 52. Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.